Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar. Barcha mana shu 4-maktabni, sobiq 16-maktabni bitiruvchilari Mirsaid buva Inomovni xonadonlariga tashrif buyurdik. Muarif müdiri aytdi, sizni dedi, Forish rayoniga yuboramiz dedi. Qaysidan bo'lsa dars bera olaman dedi. Ro'zqul hammasiga to'liq javob berdi. 5-sinf o'quvchisi. Bu nima qilasan dedim. Men qaramagan-ku, yozayotgan-ku. Endi bolaga yo'l topishim kerak. Zinglagancha yugurib jo'naydi. Men bolani urmaganman. Bolani urishmaganman. Nazarov Sobir, Ibrohim Xolmurodov, Bo'ynagi Jumanov Hasanboy. Bizning shior desam 3 bahosiz o'qish. Assalomu alaykum. Hurmatli hamqishloqlar. Barcha mana shu 4-maktabni, sobiq 16-maktabni bitiruvchilari. Bugun biz ajoyib bir loyihani boshladik, Xudo xohlasa. 4-maktabni yosh o'qituvchilari bilan birgalikda mana shu maktabimizda bir necha 10 yillab faoliyat yuritgan ustozimiz Mirsaid buva Inomovni xonadonlariga tashrif buyurdik. Hozir shu tashrif bilan sizlar bilan birgalikda kirib shu insonni hollaridan xabar olamiz, suhbatlarini va duolarini olamiz. Qani esa boshladik. Mirsaid buva, mana Xudo xolasa necha yoshga kirdingiz? 88 ga. Umringiz uzoq bo'lsin. Hali ko'p suhbat qilamiz siz bilan Xudo xolasa. Ko'p duoingizni olamiz inshaalloh. Mirsaid buva, mana maktabga birinchi kelgan davrlaringizga qaytsak-da, o'sha birinchi maktabga yosh o'qituvchi bo'lib, to'lib toshib kelgan paytlaringiz, birinchi shogirdlaringizni eslasak. Ha? Juda yaxshi bo'ladi. Marhamat. Endi bunday. Keyin muarif müdiri aytdi, sizni dedi, Forish rayoniga yuboramiz dedi. Mayli direktor bo'ling, mayli zavod bo'ling dedi. Ikkoviga ham o'rin bor dedi. Men aytdim, u yoqqa bormayman. Men 25-24 ga kirib qoldim. Endi qishloqqa boraman, dars beraman, o'sha yerda uylanishim kerak dedim. Shu bilan Zomin rayoniga berdi. Endi Zomin rayoniga qarardik. Qayerga borasiz dedim. Men aytdim, o'zim maktabimga boraman dedim. 16-maktabida. Maktabni vakantlarini ko'rdi. Aytdi, jismoniy tarbiyadan vakant bor ekan, ona tili adabiyotdan vakant bor ekan dedi. Qaysidan bo'lsa dars bera olaman dedi. Keyin maktabga meni yubordi. 8-sinfgacha ona tili adabiyotdan menga dars berishdi bular. Turanqul aka maktab direktori edi. Dars berishdi. Endi Turanqul aka ko'p ishlagan, faqat ona tili adabiyotda ishlagan. Shunday men ham qattiq ishladim. Bir kun bitta voqeani aytayapman-da, endi ichida quruq gap bo'lmasin deb. Keyin Turanqul aka bunday men yozib o'tirganimdan keyin kitoblar varaqlatdi. Shularni bolalaring biladimi dedi. Ha, siz bilasiz dedim. Keyin mana bir Ro'ziqul Jumanov 5-sinf o'qirdi. Hamma yeri tuproq. Undan keyin Jabbar qil, shu bola bir chaqirasan, nechanchi sinf dedi. Men aytdim 5-sinf dedim. Keyin o'sha Ro'ziqul chaqirdi. Bu ham endi bir gap bo'lgani uchun aytayapman-da. Nima so'rasalar shunga javob bergan dedim. Endi bo'ynagi boladan o'zak, negiz, qo'shimcha, qanday qo'shimchalar so'z o'zgartiradi, qanday qo'shimchalar masalan so'z yasaydi deb so'radi Ro'ziquldan. Ro'ziqul hammasiga to'liq javob berdi. 5-sinf o'quvchisi. Qanday joylarga iston qo'shimchasini qo'shamiz dedi. Keyin u aytdi, qaysi millat ko'p yashasa dedi, o'shanga iston qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston,
Hokaza deydi. Hmm. Hammasini aytgandan keyin, undan keyin rahmat sanga dedi Turg'unqul aka. Ustozlarni ham eslaylik, o'sha davrdagi kimlar Hozir aytib beraman-da, hozir o'shanga kelyapman. Aha. Endi mojaraga o'tdik. Turg'unqul aka aytdi, rahmat sizga dedi. Chin ishlabsiz dedi. Undan keyin Jo'roy aka aytdi, bunchalik dars berish kerak. Xudoybaxt Jo'roy aka hammalarning sizasini alohida o'tadi. Tangir aka bor. Shunchalik qilib o'rgatib tashlash kerak emas dedi. Undan keyin shu uyni egasi Orziqul aka Ro'zimurodov aytdi, yo'q dedi. Bu odam huzurlanadi dedi. Bolalarning bilimi bilan dedi. Yana ko'proq bilim berishga harakat qiladi dedi. Ana shunday qilib men haqimda ancha mojaro bo'lib qoldi. Keyin Turg'unqul aka aytdi, rahmat sizga, juda yaxshi ishlabsiz dedi. Hamma narsani bilibdi bolalar dedi. Boshdan oxirigacha aytib tashlayapti-da, endi men hammasini aytganim yo'q. Ishimga kelganini aytdim. Hammasi shunday bilan bolalar dedi. Ha, kiring, ko'ring, savol bering dedim. Bolalar mana shunday bilimga ega dedim. Endi men bolalarni urmaganman. Bolalarni urishmaganman. Bolalarni faqatgina to'g'ri yo'lga boshqarganman. Bir kun bitta bola so'radi. Muallim dedi, boshingizda orqasida ham ko'z bormi dedi. Endi nima deyman? Bu qimirlagani yo'q. Bu o'quvchi qimirlagan. Men buni chaqiraman. Nimaga qimirlaysan? Men yozmayapman doskaga. Nimaga qimirlaysan deyman. Sen qimirlaganing yo'q. Endi sen aytasan bunga, "Jim o'tir" deysanmi? Mansiz o'zing boshqaraysan. Ochiq gapda. Shundan keyin orqangizda ko'z bormi dedi-da. Shunday qilib bolalarni urishmaslik kerak. Urmaslik kerak. Nimaga bu gapni aytyapman? Shunday sinflar bor edi, o'qituvchi kirsa bozor bo'yatardi. Shunday sinflar bor edi, tinch o'tirar. Masalan, men o'quvchilarim hech qachon bo'ynaydigan gap bo'lgandan keyin bir-birini chaqiradi-da, nima qilyapsan? Men sen uchun gap eshitaman deydi-da, hech bo'lmaganda. To'g'rimi? Ana shunday bu ham bir psixologiyam bitta turi. Oddiygina gap. Har kuni Sharifat opa bilan Xolibay aka Jumanov Hasanboy degan Dashabodda o'qituvchi ishlaydimi, bilmayman nima bo'lib ishlaydi hozir. Shuni yetalab chiqadi. Nimaga olib chiqdilar? Bu mendan oldin yetib boradi maktabga deyman. Men boshqa hech narsa gapirmagan. Zinglagancha yugurib jo'naydi. Nima qiladi? Xolibay aka bilan Sharifat opa. Zo'rg'a olib chiqdik. Bir og'iz gapiga bilan yugurib ketdi. Bir kun poda aytdim, shu Ne'matullohni o'g'li bo'lish kerak. Salomat, Murodqul, o'sha kelin otini esimdan chiqaraman. Ne'matullohni xotini. Satarqul qizi. O'sha bari o'sha bilmayman nechida o'qiydi, 8-9 o'qishgan bo'lsa kerak. Yo'q, bittasi bitirdi. Kattasi Bitirdimi? O'shasi bo'lsa kerak. 1000 so'm pul beribdi. 1000 so'm pul beribdi. Olmayman pulini. Bitta ko'p pul. Menga nimaga ikkita bermading? Janjal qilyapti bola. Ular shu yalinib, mana shunga olib turgan, ertaga ikkita qilib beramiz deyapti. Men yonimda pulim bordi, ikkita 5 so'm qildim-da, ikkita kerakmi senga dedim, menga pulini berdim. Ikkita 5 so'mlik qo'shib berdim-da, yoniga yana 1 so'mlik qo'shdim-da, endi bo'ldimi dedim, bo'ldi dedi. Chop esladim. Shuncha chiqara olmaganda, bana psixologiya dedim-ku, bola psixologiyasini yaxshi bilish kerak-da inson. O'qituvchi ayniqsa. Shu bilan zinglagancha jo'nadi. Bari yoqasini ushlab qoldi. Bir faslda ko'ndirdingiz dedi. Endi mana bu Odil haqida gapirib beraman. Yanglish yaxshi bilasizlar. Odilni birinchi sinfga olib keldi. O'tirmayman. Boboyorov, ha? Boboyorov Odilmi? Ha. Boboyorov. O'tirmayman dedi. Nimaga o'tirmaysan? Men hamma bolalar o'tiribdi-ku dedim. Opam o'tirsa o'tiraman dedi. Yanglish vaqting bormi dedim. Ha dedi. Birga o'tirgan ishda dedim.
Yine bola qilib ham o'qitganman. Shu bilan aka ikkovi o'tirdi. Endi bolaga yo'l topishim kerak. Men aytdim, Odiljon dedim, ha dedi. Akang bor, opchangam bor. Bularga kim ovqat qilib beradi, kim choy qilib beradi? Opam dedi. Yaxshi. Opang endi 4 soat o'tiraversa, ular och qolib ketmaydimi dedim. Endi topish kerak, ichiga kirish kerak. Yuragini topish kerak. O'ylanib qoldi. Opam qiladi dedi. Endi sen yoningda o'tqizib nima qilasan dedim. Mana shu o'tirding mana necha kundan beri. Qani ertaga bir o'zing o'tirib ko'r dedim. Keyin opasiga men aytdim, bugun ketavergan dedim. Ketkizib yubordimda, o'zi o'tirdi. Shu bilan kundan kunga o'rganib boraverdi. Bunaqangi juda ko'p o'tgan men boshimdan. Uni bir shaplasangizchi, o'qimaydi ham, qaramaydi ham. Keyin hurmat ham qilmaydi. Aytganingiz bajarmaydi. Tilini topish kerak-da. Ana shunday qilib Birinchi shogirdlaringizni eslaymiz dedik. Birinchi dastlabki. Endi hozir o'shan kelyapman-da. Shu bilan 8 yilmi ona tili adabiyotdan dars berdim. 8-sinfgacha. Keyin ham o'qitganman. Keyin ungacha mana shu Isroil, Rahimjon, o'zim o'g'lim mana shularni 11-sinfgacha olib boraverasiz dedi. 5-sinfda Manzuram bittasi dekretga chiqib ketdi. Qolib ketdi o'qituvchi ona tili adabiyoti. Men aytdim, men boshlang'ich sinfim bor meni. Ham bular qiynalmaymizmi dedim, aytdi. Qiynalmaysiz dedi. 5-6 soatcha dars qo'yib beramiz dedi. Rus tiliga kirgan vaqtda sizga rus tili kiradi, siz bittasiga kirasiz dedi. Xullas, ana shular ham 11mi, 10mi shungacha olib bordim 5-sinfdan. Ana shuni bo'lavering. Katta bolalar meni bir yalp etib tashlaydi. To'g'risi, mana shu nima seni nimalaring Fazliddinlar katta bolalar. Bir sinfida mana bu nimalar bor. Karimlar. Isonov Karim. Ro'ziqul degan, bir Mamat Ro'ziqul degan sho'xroq bola ham bor edi. Rahmatli bo'lib ketdilar. Sizlar yaxshi bilasizlar endi. Shunday qilib o'sha sinfda ham 10gacha o'qitdim. Endi boshlang'ich sinfga o'tishimga Tursunboy Nazarov Zavosniy ona tili adabiyotga kirib maktabga keldi. Unga boshlang'ich bermadi-da. Nazarov o'zini o'g'li Sobir qilib bordi. Maqsad bu yoqda keyin o'ylab topdim. Aytdi, siz dedi mutaxassisiz. Dedi. Keyin Orziqul aka bor, Turanqul aka bor, hammasi o'rtaga oldi. Siz ustoz ko'rgan odamsiz dedi. Ustoz ko'rgan odam bitta yo'lga yurg'ilaydi dedi. Ustoz ko'rmagan odam har maqomga yurg'ilaveradi dedi. Mayli oling qan 1-sinfda dedi. 1-sinfda oldim. Nazarov Sobir, Ibrohim Xolmurodov, boyagi Jumanov Hasanboy, shularda endi Hasanqul, Qodirqul bor bular orasida. Shunday qilib ana shularni 1-sinfda o'qitdim. Endi maqtanish emas, qattiq ishlaganman. Ana shulardan 6tasimi, 7tasi oliy ma'lumotli bo'ldi. Aytib beraymi ismlarini? Mana bu ekan o'g'li Ibrohim, Jumanov Hasanboy. Keyin mana bu Ziyodlan o'g'li bor, Ilhom degan yigit. U maktabga boradiganda velosiped bilan qatnagan, mashina urib o'ldi u. U ham oliy ma'lumotli. Matluba Xudoyberdiyeva oliy ma'lumotli. Bilasiz, Tashabatami qayerga tushgan hozir. Sobirqul Nazarov. Mana shular 6dan 7tasi oliy ma'lumotli bo'ldi. Endi qaysi sinfda o'qisam, o'sha sinfdan 6ta 7ta oliy ma'lumotli bo'lgan, o'qishga kirgan. Nimaga? Ongni oshirib olganman-da.
Endi sizlarga aytsam, qanday tushunasizlar? Masalan, boshlang'ich sinfda tinglamalar bo'ladi. O'sha tinglamani yaxshi tushunib ishlagan o'quvchi yuqori sinfda hech ignacha ham qiynalmaydi. Ishlab ketaveradi, topadi. Shukur Jumayev ingliz tilidan dars berardi. Shu sinfda olganimdan keyin dedi, tirnoqcha qiynalmadim dedi. 5-sinfdan 10-sinfgacha olib bordim dedi. Indamay turdim. Kimni sinfi dedim. Keyin shunday qarata, sizni sinfingiz dedi. Men esimdan chiqib ketganimdan bu yerda yorib Jumoyevlarni o'g'li Jamshid Mati. Jamshid aka. Ana shular ekan. 7tasi oliy ma'lumotli bo'ldi dedi. Bu endi necha yil o'tib ketgan. Men esimdan chiqqanda 81lar deymizda ular. ana tushunib olaringlar. Endi nima qildi? Sinf to'lib ketadi bolaga, 1-sinfga. Men ko'chani belgilab oldimda, ko'chadagi bolalarni o'zimga olaman endi. Yozganman familiyasini. Keyin maktab direktoriga aytdim, kim bo'lsa ham, bularni bir yoqlik qilib, narigi yo'limdagi sinfda 3-4ta bola bor, barini menga olib kelgan. Nimaga? Oliy ma'lumotli chiqadi. Maqsad borda bu yerda. Ana shunday qilib, maktab direktori keyin o'qituvchisini olib, familiyasini o'qing dedi, deb olib borardi. Endi bularni barini qayerdan olganman? Sizlarga endi bitta maslahatim shu, hayotdan olish kerak. Hayotda yangilik yaratish kerak. O'qituvchi qancha yangilik yaratsa, shunchalik bolalari kuchli bilimdan bo'ladi. Ko'p narsani yangilik yaratganman. Bolalar o'yin bilan singdirib oladi bilimni. Masalan, mana endi bitta narsani aytib beraman, qo'limni bunday qilinglar deyman. Dung bor, so'y boran deyman. Mana oddiy misolda o'zim to'qiganda endi buni. Dungi 31 kunlik deyman. 1 yillik oyda nomini aytamiz deyman. Mana fevral oyi 28-29 bilasiz. Qachon 29 keladi? Keladigan yil barini o'ylab topganmanda 4 raqamiga bo'linsa, bilinki o'sha yili 29 kun bo'ladi. Boshqa vaqt 28 kun kelaveradi. Endi qolganim mana shunday qilib yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun qilib barini aytib chiqib, 1 yilda 7ta 31 kunlik bor ekan. 1 yilda 4 oy 30 kunlik bor. 1 oy 28-29 kunlik bor. O'shalarni tushunchasiga ega bo'lgandan keyin bola masala kelib qolsa ishlay oladi-da. Ana shunday yangilik yarataverardim. Doskani ustiga yozib qo'yganmiz. Bizning shior desam 3 bahosiz o'qish. 2 emas, 3 bahosiz o'qish. Toshkentga bordim, mana shunday kitobni ko'zimga tushdi. Bo'lsam 1-3-sinf metodikasi degan rus tilida oldim. Endi har kuni kichkinagina yozma olaman, kichkinagina diktant olaman. 45 minutlik darsda mening bolalarim 20 minut o'tib bo'ladi. Qolgan 25 minutga biz ana shunaqa ishlar qilamiz. Har kuni 3 oldimmi bu odam 20 minut qarasan. O'zidan 3 olsa qolaverardi. 20 minut men o'sha bilan shug'ullanaman. Endi bu qanday bo'ladi? 4 ga chiqamiz, tushmaydimi? Mana o'zlaringga savol. 4 ga 5 ga chiqadi endi. 3 oldimi? Ba'zi kunlar umuman 3 olmaydi. Ba'zi kunlar 2ta, 3tasi 3 olib qoladi. O'sha qoladi. 20 minut, 25 minut har kuni shug'ullanaman. Darsdan keyin. Qancha mehnat qilinsa, oz bolaga. Endi savol bersalaring javob beray. Endi boshqa ko'p narsani men aytib qo'yaman. O'sha paytdagi ishlagan ustozlar bir eslab o'tsak, men farzandlar, boshqalar ko'rib turibdi-da, shunga masalan biz o'qigan davrgacha bilamizda ustozlarni. Endi siz ancha yillar oldin ishlagansiz. Shularni bir eslab o'tsangiz. Biz ishlagan vaqtimizda katta yoshdagilar bilan kichik yoshdagilar birga ishlaganmiz. Katta yoshdagilar mana bu Norqulov Ro'zg'ul akalar, mana Pirimqillarni otasi, bilasiz. Taniysizlarmi? Taniymiz. Ana shu odam
Keyin mana shu uyni egasi Orziqul aka Ro'zimurodov. Bular bir 50, 60ga, 45larga kirib qo'ygan odamlardi. Undan keyin Tangri aka bor edi, Jo'roy aka bor edi. Mana shular yoshi kattalar edi. Endi yosh kichiklar man, Xoliqul, Rahmonberdi, Tursunboy, mana bular yosh edik. Bulardan ko'p narsani eshitib turardik. Keyin shu Orziqul aka ko'p narsani gapirib berardi, shu uy egasi. Mana shu Ziba bor-ku, kim ekan sinfdosh esimdan chiqdi. Ana shularni shu odam o'qitgan. Shu o'qituvchi aytdi, Orziqul aka dedi, shu sinf boshqacha o'qitgansiz dedi. Undan keyin u odam aytdi, yo'q dedi. Sinf bo'yicha yaxshi bo'lib chiqadi o'zi dedi. Tabiatga bog'limi, oyga bog'limi, yilga bog'limi bilmayman dedi. Sinf bo'yicha boyagi aytgandek 0 bo'lib chiqadi dedi. Ular kuchli bolalar dedi. O'shaning uchun nima desam hammasini o'rgangan dedi. Shunday qilib biz katta yoshdagilar bilan kichik yoshdagilar birga ishlaganmiz. Rahmat. Endi mana Mirsaid buva, sizni hozir nima qildik? Shogirdlaringiz haqida gaplashdik. Xo'p. Men bilaman, hozir bizni tilimizda, yoshlar tilida 76-yillar deymiz. Mana 76-yillar o'sha Muhammadqul akalar, Samandarov, Fazil akamlar, keyin undan keyin biz bilganimizda aytib ketay. Undan keyin 80-yillarda sinf rahbari bo'lgansiz, to'g'rimi? 80-yil Ne'matli aka Abduhamidovlar bor. Biz taniymiz shularni o'rtoqlari. Undan keyin 84-yillar deymiz. O'sha boyagi Boboyorov Odillar, shular biz sinfini. O'zim qizlarim Gullar. Keyin qarang, 87larga ham sinf rahbarlik qilgan, 87-yillar deymiz. Bizni ko'rib turganlar o'zi tushunib turibdi. Undan oldingilardan yana kimlar bordi? Endi hozir aytib o'tdingiz, 8 yil demak ona tili adabiyotdan dars bergan ekansiz. Undan keyin boshlang'ich ta'limga faoliyatingizni boshlagan ekansiz. O'sha adashmasam 61-yillar bo'lsa kerak, ha? Sobir aka Nazarovlar. Ha, 61-yil. 61-yillar, ha? Ulardan keyin sinf olganmisiz yana? Ha. Sinf olganman, ko'p olganman. 61 bo'lsa, undan keyin kim ekan endi? Esimdan chiqyapti-da. Ko'p o'qitganman. 66-yilmi, 80-yilmi, 83-yil olganman. Oxirgisi 83 edi. Undan keyin bitta sinfda o'qitdim. Endi shu haqida gapirib beraman. Eng oxiri pensiyaga o'tdim. Pensiyani yarmini beradi, yarmini olib qoladi davlat. Oylikda turib olaman. Men aytdim, endi boshim og'ridi, nima qilaman? Endi chiqib ketaman dedim. Arza berdim maktab direktoriga. 3-sinf. Men endi pensiyaga chiqaman. Bo'ldi, ishlaganim dedim. Boshim og'riyapti dedim. O'sha sinfda yonga aytgandek ko'p ishlagan-ku men. Sinf o'tkir pichoqdek. Bir xil. Bir vaqti shu Norgul zavod ekan. Mana Xolvoyni xotini Norgul. Aytdi, aka dedi, sizga mehmon olib keldim dedi. Men ketaman turibman. 4-chorak kelyapti. 3-chorakda oxiri. Endi mendan keyin olgan odam yaxshi ishlamabdi demasin deb men qattiq ishlaganman-da. Bir vaqti bir xotin kishi ekan, keldi eshikni og'ziga. Bugun voqeani aytib berayapman-da. Keyin aytdi, domla dedi, mana shuni ishlatib berasiz. Men olib ketaman dedi. Mayli dedim. Endi bo'ynagi xotin kishini bolalar o'rnidan turgan, oxiriga borib o'tiring mayli dedim. Do'stga borgancha qarab bordim. Buni cho'rgan. 10 ta birinchi qatorga, 10 ta ikkinchi qator qilib yozgan. 10 ta birinchi qatorda 6 tasini yozdimda,
ikkinchi qatorga o'tdim. Lekin bolaga tayyor qog'oz bor edi, berdim. Tarqatinglarni o'rganib ketganda bolalar. Qog'oz tarqatdi, intiga sinfingizni ismi familiyangizni yozib qo'ying dedim. Bu ikkinchi qator 4 tasini yozib, bunday qarasam 20 minut o'tgan yo'q, bolalar uzatyapti. Xotin kishiga, nima qilaysan dedim. Men qaramagan-ku, yozayotgan-ku. Ishlab bo'pti. 20 minutga qolmasdan bo'ynaga hammasini ishlab bo'pti. Bu haqiqiy bo'lgan voqea. Keyin men aytdim, qiziqib ketdi bolada. Bittasi topshirgandan keyin bari topshirishga tushdi. Ikkinchi qator ham topshirib tashladi. Domla dedi, bolalaringiz dur ekan dedi. Men boshqa sinfga boraman dedi. Mayli dedim. Bolalar o'rnidan turdi. U endi qaysi sinfga borganini bilmayman. Bo'ynam endi men bir og'iz aytmaganman, bunday ishlayam demaganman. Shunday o'zlari darrov bo'ldi-da, kuchli-da. O'shaning uchun bola kuchli bo'lsa, buni rus tilida aytib berdim-ku, hech narsadan qo'rqmaysiz-da. Men aytdim, nimaga bunday qildilaring, tekshirmalaring dedim. Yo, barini tekshirdik. Ustoz dedi. Men bittasini chiqardim, 2 minutda 10 tani ishlab tashladi. 2 minutda. Shunday ham o'tirib ishlagan, shipillab tashladi. Buni qo'tardigan, shunday bittasini chiqardim. Qani shunday ishlaganlar qo'l ko'tarsin dedim. Hamma qo'l ko'tardi. Undan keyin tinchidim. Ochiq gap. Ungacha Undan keyin pensiyaga chiqishga rozi bo'ldingiz. Endi pensiyaga ketaman dedim. Keyin dars tugadi, javob berdim. Endi buni xotin kishilarni uyga yuringlar, bitta choy ichinglar deyin dedimda, idoraga kirdim. Boshqa sinflarda ham unaqa ishini tekshirib yotgan ekan. Keldingizmi dedi. Ha, keldim dedim. Bitta choy ichamizmi dedim. Yo, falon yerga boramiz dedi, Norgul aytdi. Keyin sinfingizni shuni ko'rmaysizmi dedi. Men aytdim, ishlayaptimi dedim. Keyin oldiga tushadi. 26 ta bola bor. 26tani 26ga bo'lgan 5 qo'yibdi. Ana shuni bo'laveradilar. Bir nimani belgisi? Mehnatniki. Keyin 4tasiga toza vahima kutmasin dedimda, sasal bo'yaganiga 4 qo'ydimda, sinf rahbari qo'limni qo'yib qo'ydim 4tasiga. 22tasi 5 bilan qoldi, 4tasi 4 bilan. Ana shu sinfni natijasini so'radim. Qayerdan keldilaringizlar dedim. Sirdaryo viloyati bo'yicha boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchilarini ishini ko'rgani hamma yerga chiqqanmiz dedi. Keyin bir vaqtda ilk umrim bunday qiladi. Nazokat ekan Ermatova. Bu muar mudiri. Mirsoat aka, Sirdaryo viloyati bo'yicha 1-o'rinni oldingiz. Yashang. Hamma fandan 5 ekan. Tumanda ham ko'tarib yubordi sizni nimangiz dedi. Men aytdim, bir narsa bermaysizlar, maqsadlarim. O'qituvchiga nima beradi? O'qituvchiga O'zbekiston xalq ma'rif a'lochisi beradi. Metodist o'qituvchi deb beradi. Shunaqangida endi. Necha yil ishlagan bo'lsam, og'izdan tushmaganman yigitlar. Har bir yig'ilishda 16-maktabning o'qituvchisi Inomovda turardi. Ana shu mehnat ta'sirida Rahmat. erinmaslik kerak, ishlaverish kerak Jamshid boy. Endi Mirsoat buva, Xo'p. mana shu bizda hozir ko'rib turgan barcha qishloqdagi shogirdlaringiz bor, hali maktabimizda ishlab turgan o'qituvchilar bor. Siz o'qitgan shogirdlar bor. Shularni bir chiroyli qilib bir duo qiling endi. Shogirdlaringizni, hamma qishlog'imizni, elimizni bir chiroyli qilib duo qiling. Ko'rganlar ham bir xursand bo'lsin. Amin. Tinchlik, tugalik, xotirjamlik, esonlik, omonlik bo'lsin. Boshlaring og'rimasin. Ey Alloh, suv bolangdan, o't bolangdan, nohaq tuhmatdan, bemahal o'limdan o'zing asragin. Najotlarga najot, bemorlarga shifo bergin. Mana shunday mehnat qilayotgan shogirdlar, o'qituvchilar ishlarini rivojini bersin. Sog' bo'lsin. Hech narsadan kam bo'lmasin. Oilasida farovon hayot bo'lsin. Sog' salomat o'ynab kulib hammasi o'z ishini davom ettirib, menidek o'qituvchi bo'lsinlar. Rahmat.